Rasuli akram alayhissalatu vassalam aytadilarki, man qara'a dubra kulli salatin maktubatin ayatal kursiyyi lam yamnahu an yadkhulal jannata illal mautu deydilar. Birov farz namozidan keyin ayatal kursiyni o'qisa, uni jannatga kirishidan o'lim man qilib turadi xolos. Ya'ni o'lmagani uchun kirmay turadi xolos. Tirik bo'lgani uchun kirmay turadi. Chunki tirik odam jannatga kirmaydi. Shunchalik ulug' ishni qilgan bo'ladi. Demak, farz namozdan keyin ixlos bilan, iymon bilan, e'tiqod bilan ana oyatul kursini o'qidimi, u jannati bo'ldi. Lekin kira olmayapti-da. Kira olmagani nima uchun? Tirik turgani uchun kira olmayapti. Bu juda ulug' narsa. Nihoyatda buyuk narsa. Ana mana shu narsani ham bizda joriy qilingan. Oyatul kursini ham hammamiz o'qiymiz. Bu juda buyuk narsa. Qur'ondagi eng ulug' oyat kursiy oyatidir. Ulamolarimiz tahqiq qilib aytadilarki, kursiy oyati Qur'ondagi va Qur'ondan oldingi barcha ilohiy kitoblardagi Alloh subhanahu va taoloning barkamol sifatlarini o'zida jamlagandir deydi. Allohu la ilaha illahu. Alloh shunday zotki, undan o'zga hech bir ibodatga sazovor zot yo'q. Buyuk narsa bu. Allohning buyuk sifati. Dunyoda birdan bir bandalarning ibodatiga sazovor zot Allohdir. Allohdan o'zga hech qanaqa sazovor zot yo'q. Al-Hayyul Qayyum. U zot hay, tirikdir. Doimiy ravishda tirikdir. Qayyum butun dunyoni tutib turuvchi qoyim. Sizni bizni hammamizni kiprigimizni qimillashini ham tutib turgan Alloh. Bir nafas olishimizga imkon berib tutib turgan ham Alloh. Nafasimizni chiqarishga imkon berib tutib turgan ham Alloh. Xuddi shuningdek butun mavjudotni tutib turgan Alloh. La ta'khuzuhu sinatun va la nawm. U zotni mudaroq bosmaydi, uyqu olmaydi. G'aflatda qolmaydi. Doim tirik. Doim qoyim, ya'ni ishini bekami ko'z bajarib turibdi. Mudaroq yo'q, uyqu yo'q. Mana shu kamallar yana oyatning davomida nima davom etadi. Hammasi ana shunday buyuk. Shuning uchun alhamdulillah bugungi kunda imkonimiz bor. Shu oyatni, muborak oyatni yodlaganda ma'nosini ham qo'shib bilib olib, ixlos bilan o'qilsa, haligi aytilgan va'daga sohib bo'ladi. Har namozdan keyin bir marta jannatga kirishga sazovor bo'laverish bu juda katta gap. Mashhur hadis bor. Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. U kishini Rasul akram alayhissalatu vassalom zakotga kelgan xurmoniga qorovul qilib qo'yganlar. Odamlar xurmosini terib, zakotini olib kelib topshiryapti, ushurini beryapti. Xirmon bo'lib ketdi. Kechqurun birov qo'rib turmasa bo'lmaydi. Abu Hurayra san qo'rib tur dedilar. Kechqurun bo'ldi, qo'riqchilik boshlandi, namoz o'qidilar, o'qildilar. Butun shaharni sukunat bosganda bir qora keldida, qarab tursa, haligi sadaqa xurmodan olyapti, o'g'irlayapti. Sekin borib Hazrati Abu Hurayra haligi o'g'rini mahkam ushlab qoldilar. Hech qayoqqa qimillayolmay qoldi. Sen qo'rga tushding. Seni endi tong otganda Rasululloh alayhisolatu vassalomning huzurlariga olib boraman. Davud haligi yalindi, yolvordi. Men ayolman, odamman, bola chaqam ko'p. Ular och qolganida shuning uchun majbur bo'ldim. Endi meni sharmanda qilma. Imkon ber, endi qaytib kelmayman.
Shu bola uchun, chaqa uchun shunga majbur bo'ldim deb rosa yalindi. Rosa yalinuvdi. Abu Hurayrani rahimlari keldida, "Bo'pti, bor. Ikkinchi kemaga" dedilar. Ertalab qorovullikni tugatib bomdodga boruvdilar. Rasululloh: "Ha, Abu Hurayra, mehmoning nima qildi?" dedilar. Shunaqa qo'lga tushib qoluvdi, ayonman ekan, bola chaqasini o'rtaga qo'yib, qattiq yalinuvdi. Endi kemayman degdi, qo'yib yubordim. U yolg'onchi yana keladi dedilar. Ertasiga yana keldi. Haligi holat yana qo'lga tushdi. Yana yolvorishni boshladi. Abu Hurayrani yana rahmi kelib, yana qo'yib yubordi. Bomdodga borsa Rasululloh yana: "Ha, Abu Hurayra, mehmoning nima qildi?" dedilar. Shunaqa qattiq yolvordi, qo'yib yubordim. Kelmayman deb ketdi. U yolg'on gapiradi, yana keladi. 3-chi kuni yana shundoq bo'ldi. Keyin bo'ldi, endi 3 marta bo'ldi, seni qo'yib yuborish yo'q. Albatta bomdodga Rasul akram alayhisolatu vassalomning huzurlariga olib boraman dedi. Davud haliga aytdi: "Agar dedi meni qo'yib yuborsang, hech kim bilmaydigan bir narsani o'rgatib qo'yaman" dedi. Abu Hurayra qiziqib qoldi, ya'ni gapga. "Bo'pti, nima?" dedi. "O'rgat" dedi. Davud: "Sen dedi oyatul kursiyni o'qib yursang" dedi. "O'qib yursang, senga jin yaqin kela olmaydi" dedi. Ali va'daga binoan qo'yib yubordilar. Borib ertalab Rasululloh ko'rinishlari bilan yana: "Ha, Abu Hurayra, mehmoning nima qildi?" dedilar. Shundoq bo'ldi. Oyatul kursini o'qisang, senga jinlar yaqin kela olmaydi" dedi. "Qo'yib yubordim" dedi. "Yolg'onchi bu safar rost gapiribdi" dedilar. U jin ekan haligi. Jin ekan. Jinlarni nimadan qochishini bilar ekan. Biladi-da, biladi. O'zi asli yolg'onchi, bu safar rost gapiribdi dedilar. Ana oyatul kursini o'qib, o'ziga dam solib, o'sha namozdan keyin o'qib yurgan odamlarga o'shanaqa jin, bin, har xil holatlar oriz bo'lmasligi aniq. Faqat shart shuki, inson ixlos bilan o'qisin. Iymon, e'tiqod bilan o'qisin va Allohning muhofazasida ekanligini, himoyasida ekanligini doim to'liq ishonch bilan yursin. Hozirgi kunda jin tegdi, u bu deganlar hammasi shu ishni qilmaganlar. Bo'lgan ovloq joylarda, toza emas joylarda yurishadi. Alloh o'zi saqlasin. Halidaqa aqidasida ikkilanish bor. Doim o'shanaqa bir narsa tegis qilib qolarmikan, menga u bu deb o'zini o'zi tayyorlab yuradi ularga. Alloh o'zi saqlasin. Shuning uchun Qur'onni, oyatul kursini iymon, e'tiqod bilan o'qib, men Allohning kalamini o'qidim. Oyatul kursini o'qidim. Menga hech narsa tega olmaydi deb mahkam aqidada yurganga haqiqatan shunday bo'ladi. Ana endi mana oyatul kursini namozdan keyin o'qishni haqida bitta hadis keldi. Undan oldin 33 marta subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar deb la ilaha illalloh vahdahudan bitta hadis kelgan, ikkita hadis. Shuni bizim mashayixlarimiz ikkita hadisni bir-biriga qo'shib bitta zikr qilib qo'yishgan. Ikkita narsani bittaga qo'shish ayb emas. Yaxshi. Nur ustiga nur, baraka ustiga baraka, xayr ustiga xayr. Buni ulamolar xatma sufiya deyishadi. So'filarni xatmi. Namozdan keyin qiladigan xatmi. Bunga ko'proq so'filar uringani uchun, ular doim amal qilib kelgani uchun shuni ularning nomiga aytishib qo'ygan. Avvallari biz o'rganganimizda ustozlarimiz, otalarimiz shu oldin subhanallohlarni aytib, keyin oyatul kursini o'qishni o'rgatishgan edi. Hozir shu yaqin yillarda oyatul kursini oldin o'qisham bo'lib qoldi, ikki xillik bo'lib qoldi, lekin baribir ikkita hadisdan umidvorlik bor. Unisini o'qidi, bir nimasi yo'q. Muhimi o'qish kerak. Ana shuni joyiga qo'ysak, hamma yaxshi bo'ladi. Kimdir hozirgacha o'qib yurgan, orqasidagi mana bu gaplarni bilmagan. U yaxshi. Kimdir o'qimagan, endi bilib oldi.